Kirish qismimiz, kirishimizda перепланировка bo'lgan. Katta mana shunaqa mehmonxonamiz, gostivoy. Xo'p, o'taman. Bizda yana bitta bolalar uchun yotoqxonamiz akva qilingan. Общаясamiz. Katta yotoqxona, взрослый. Yana bitta bolalar uchun yotoqxonamiz. Bu yerda balkon mavjud. Ko'cha tomonga qaragan o'sha balkon bor. Va bu tomondagi ko'rinish, bu yerdan ham eshik bor, narigi xonaga o'tsam bo'ladi. Yana mehmonxonaga qaytamiz. Mehmonxonamiz, bu yerda yana bitta yotoqxonamiz. Bo'ynaga eshik bilan narigi tomonga o'tsa bo'ladi. Mebel bilan ham kelishsa bo'ladi. Va bu yerda oshxonasi 6 metrlik veranda. 6 metrlik veranda plus kladovая. Bu konturni ataplin qilingan 5 xonalik, полноценный 5 xona. Samarqand shahar Samgasida joylashgan 20-maktabda yonida 5 xonalik 4 qavatlik vtorichka eski domni 3-qavatda bo'lyapti. 5 xonalik 101 kvadrat umumiy maydoni. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million so'rayapti. Yana savdosi bor, kadastr hujjatlari bor. Plus mebel ham bez mebel kelsa ham bo'ladi. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa qiling. E'tiborga rahmat, xayr ishlamoq.